Akalar, assalomu alaykum akalar, men kutgan kunlar keldi. Mana bu yoqda o'tgan yili 25-yil noyabrda ochib chiqqan jo'jalarimiz. Noyabrda boshida, oktyabrda 27-sida ochgan 3 ta jo'jamiz. Mana xo'rozimiz o'tgan yili mana shu oy ochib chiqqan xo'rozimiz 1 yoshga to'ldi. 8 oylik tovuqlarimiz mana katta bo'lib qoldi. Ancha katta bo'lib qolgan do'pil tovuq, patli tovuq, sara tovuq. Mana tovuqxonasi bular tillab boshlagan. Hozir uchalasi ham to'p boshladi akalar. Mana yemizlarga tuxum tug'ib oling. Mana aka. Tuxum tug'ib boshladi uchalasi ham. Ana. 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 Mana xo'roz. Aka-ukalar, tovuq ishqibozlari bitta like ayamaysizlar, bosasizlar. Tovuqlar mana 1 yoshga to'lgan xo'roz 8 oylik 3 ta tovuqlarni tuxumga kirib boshladi.